Assalomu alaykum. Hozir villoni sirkulyatsioniy nasoslarini pokoleniya qilib solishtirib beraman sizlarga. Mana birinchi отопление sirkulyatsiyasidan boshlaymiz. Star RS modeli mana. Star RS modeli 3 ta skоростli. Ana ko'ra shu haqida seminar ham qilib berdik. Webinar qildik Telegramda. O'shani ko'ra olmay qolganlar uchun tez tushuntirib o'tib ketaman. Mana 3 ta skоростli bu. Eng ko'pi 84 vatt tok kirgan, 32 ga 6, 25 ga 6 ham bizdan shunaqa. Buni bu yog'idan ham tokda ulasa bo'ladi-da buni. Xo'p, buni 25 ga 6 sini miqyosda solishtiradigan bo'lsak, 25 ga 6 si gretta hozirgi kunda $100 turibdi. Gaykasi bilan komplekt. Xo'p, endi mana Atmos Pico modelimiz bu. Atmos Pico modelimiz bu уже energoeffektivniy, ham ozgina chistotniy, mana теплый пол rejimi bor bunda. Теплый polga ishlatsa bo'ladi. Korobkasida mana ko'rsatilmagan ekan. Теплый polga ishlatsa bo'ladi, yana 3 ta скоростli ishlatsa bo'ladi. Теплый pol rejimida bu nima qiladi? O'zini kuchini, naporini kamaytirib ishlata oladi mana. Undan tashqari tok ulashga mana stekeri bor. Qulay stekeri bor, men chiqara olmadim, mana ichida turibdi. Tok ulashga qulay stekeri bor buni. Ham chiroyli dizayn. Endi plus bu chistotniy bo'lgani uchun tok kamroq ishlatadi RS ga qaraganda. Lekin narxini aytib ketadigan bo'lsak, buni 25 ga 6 modeli bundan bor yo'g'i 130 ming so'm atrofida qimmatroq ekan buni gaykasi bilan birga. Keyin buni 25 ga 8, 32 ga 8 modellari bo'lsa, bu Star RS modellaridan ko'ra arzonroq ekan. Narxi где-то 200 ming, 250 mingda bu arzon ekan. Chistotli tokka ekonom qiladigani. Menimcha bu уже qolib ketdi, уже elektr energiya narxlari oshgani uchun men buni qo'yib yaxshi. Ham narxi ham arzonroq bo'ladi. Katta modellarda ham chistotnisi bor, ozgina bo'lsa ham. Tak. Ammo kichkina svetodiodni anaqasi ham bor. Signal berib turadi, ishlayotganini ko'rsatib turadi. Endi Yonos Pico 25 ga 8 ekan bu. Buni aytadigan bo'lsam, narxi primerni Atmos Pico'dan где-то Yonos Pico'ning 25 ga 6 si где-то 50 ming, 100 ming qimmat. 32 ga 8 dan 25 ga 8 modellari bo'lsa, buniki где-то 200 ming mana shunaqa atrofda qimmat. Lekin bu уже chistotniy. Mana o'zida ham ko'rsatib qo'yibdi. Ko'rsatib qo'ygan 25 ga 8 modelini 220 kvadratgacha bo'lgan joyga o'rnatsa bo'ladi. Bu tomonini 3 ta rejimda chistotniy теплый polga o'rnatsa bo'ladi. Bu tomon 3 ta rejimda chistotniy radiatorga o'rnatsa bo'ladi. Bu yerda ham adashma. Radiatorga chistotniy qilib o'rnatsa bo'lar ekan Atmos Pico'ni. Undan tashqari havo chiqarib yuboradigan antiblokirovka knopkalari ham bor. 25 ga 8. Bu yerda qancha tok yeyotgani, qancha metrga ko'tarayotgani, qancha suv suv aylantirayotganini ana shu displeyda ko'rsatib turadi. Osongina boshqariladi. Ana havo chiqaradigan funksiyasi, bu tomonda теплый polli chistotniy versiyasi 3 xil anaqada mощностьda, chap tomonda bo'lsa radiatorli 3 xil versiyada. Narxi Atmos Pico'dan bir 100 ming, 150 ming so'm farqi bo'lishi mumkin. Tak. Endi bu Stratos Pico. Bu avtoadapt funksiyasi bor. Avtoadapt, avtopilot o'ziga o'zi moslashib oladi. Bitta knopkada boshqariladi. Displeyi bor. Qancha tok ishlatdi, qanaqa ошибка bo'lyapti, hamma narsani ko'rsatadi. Ошибkaning sabablarini ham yozadi. Sukhoy zashitasi ham bor buni уже. Undan tashqari bir oyda qancha tok ishlatganini ham ko'rsatadi. Qancha metrga ko'tarayotganini nastroyka qilayotganingizda kubalarda, metrlarda ko'rib nastroyka qila olasiz. Displeydan maza qilib ishlatasiz buni. Buni hammasi osongina stekkerda ulanadi. Tokka ulashga agar o'zi qo'yayotganlar bo'lsa, savollari bo'lsa NL. L ga liniya, N ga 0 ulanadi. Yo, nariga betdagi o'ng tomondagi rasm bo'lsa, u zazimleniyaning rasmi. Mana shu qotiriladi-da. Qotirilib bu yerdan qotiriladi-da, bunday tiqilib, nasoska chiqib qo'yiladi bo'ldi. Yechayotganda mana bunisini обязательно bitta bosib yechib olinadi. Xo'sh. Endi avloddan resirkulyatsiyaga o'tamiz. Resirkulyatsiyaga Star Z Nova.
Zenova 6 watt tok ishlatadi. 1 metrgacha ham ko'taradi, yarim kubagacha suv aylantiradi. 6 watt. Bilinmaydi ham qancha tok ishlatayotgani. Narxi ham arzon. Keyin buni zo'r tomoni boshqa brend Grundfos, Vortex, boshqa brend xuddi shunaqa resirkulyatsiya nasoslari buzilib qolsa, bitta yechiladi-da uniki. Buni ham bitta yechiladi, motor qismini o'zi bu yoqqa o'tkaziladi. Mana bu qismi u yoqdagi struorsa ham bo'ladi. Stekker, oson soedinение. Misol uchun odamlar o'zini uyida o'zi nasosni o'rnatayotgan bo'lsa, mana buni ochsa bu yerda ham ko'rsatilgan, oson qilib tushuntirilgan. Endi buni masalan $100 ga olgandan ko'ra, ozgina qimmatrog'iga buni olsa, oddiy, uncha elektrikani tushunmaydigan odamlar ham tak, mana ishtirkimiz. Mana osonga L ga ulaydi, mana chiqib tiqib qo'yadi. Mana chiqib tushadi. Osongina. Hop, resirkulyatsiyaga yana qaytaman. Bu Star Z 20 ga 4.3. 20 diametrda soedineniyasi 4 metrgacha ham ko'taradi, 3 kubagacha ham ko'taradi bu. Mana bu tokka ko'proq ishlatadi, lekin energiya effektivniy emas. Lekin kubani rasxodi ko'p. Xuddi Star RS, Star Z modeli, orqasi qizil latundan ishlab chiqarilgan. Bu issiq suv sistemalariga, ichimlik suv sistemalariga ishlatishga. Chunki u sistemalarda ko'p suv almashavergani uchun nakib bo'ladi. Bu nakib o'ziga yig'maydi. Eng ko'pi 71 watt tok ishlatadi. Tak. Xuddi shuni ko'rinishi xuddi shunaqa ko'rsatmasi ham bo'lar ekan. Xuddi shuni 20 ga 7 modeli, 7 metrgacha ham ko'taradi. Bu 4 metrga ko'tarsa, bu 7 metrga ko'taradi. Keyin undan tashqari resirkulyatsiyani Stratosfikosi, ana ko'rinayotgan bo'lsa, bu Nerjevika. 25 ga 8, 25 ga 6 modellari bor. 8 metrgacha ham 4 tonna suv ko'tarib berishadi. Bu o'sha ancha aqlli. Temperaturaga ham qarab ishlatsa bo'ladi buni. Avtoadapт funksiyasi ham bor. Agar savollaringiz bo'lsa, nasoslar kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Keyin agar yana ko'proq ma'lumot yoki seminar qiziqtirayotgan bo'lsa, menga yozinglar, kommentariyaga yozinglar. Masalan, 5-6 ta odam to'plansa, borib o'shalar uchun отдельный bitta seminar savol-javoblar ham qilib kelamiz, xudo xolasa. Biz erinmaymiz, yordamimiz tegsa xursand bo'lamiz. Nasos olinglar bizdan.